Ko'pchilik bizga kommentariyada yozadi. Mahmudjon, meni ushbu hujjatimni haqiqiy emas deb toptirish kerak. Sizga iltimos ustoz shu hujjatni haqiqiy emas deb toptirish to'g'risida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, qaysi hujjatlarni haqiqiy emas deb toptirish mumkin? Bu Mahmudjon, rahmat, juda больной точка dedik-ku. Og'riqli nuqtalar davlat organi, masalan, tuman shahar hokimlari masalan Mahmudjon sizga yer ajratadi. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin aynan shu yer uchastkasini Azamatjonga ajratadi. Endi Azamatjon bilan Mahmudjonni huquqlari buzilyaptimi? Manfaatlar to'qnashyapti, to'g'rimi? Shu vaqtimda qaysi hujjatda haqiqiyligi yoki haqiqiy emasligi to'g'risida nizo ko'rib chiqilishi kerak. Nizo ko'riladigan davrda bir muddat degan narsa bor. Ma'muriy sud ishlarini yurish to'g'risidagi kodeksda 186-moddasi bor. Ushbu 186-moddada aytadi, fuqaro dedi yoki manfaatdor shaxs o'zini huquqi buzilganini bilgan vaqtdan 6 oy ichida murojaat etishi kerak dedi.